Navbatdagi Tank 5 Pro modelimizni Andijonga chiqarib beryapmiz. Akamiz internetdan zakaz berdilar. Orqaga oldiga yuradigan varianti seriya rangini tanladi. Xo'p, bu modelimizning narxi 5 million 400 ming so'm, skitkada 5 million 200 ming so'm qilib berdik. Yo'l pulini o'zi to'lab oladigan bo'ldi. Ko'rinishiga o'zingizlar bitta baho berib bersizlar. Xo'p, mana. Endi parametri 5 ta akkumulyatorli bo'ladi, 16 ballon saka diskali bo'ladi. Oldi tarafi JetX tormozlik, orqa tarafi tros tormozlik, motor quvvati 240 vatt bo'ladi. Tablo ko'rinishi xuddi shunday holatda mana. Orqaga oldiga yuradi, parkovka rejimlari va mana bunday rejimlari bor. Avtopilot rejimlarigacha bo'ladi akalar. Komplektida kaska jilet, zaryadka bakovoy hamda mana bunday pedalchasi bor. Bitta to'liq quvvatida 50-60 km masofani bemalol bosib o'ta oladi. DTSK rejimda 25 dan oshmaydi. Sport rejimda akalar 55 tezlikka ko'tarila oladi. Siz qaysini xohlasanglar, o'sha rejimda jo'natib beramiz. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumanida joylashgan. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Dastavkalar pullik bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Albatta like bosib, xuddi shunaqa skuter qidirgan yaqiningizga videoni ulashib qo'ying. Salomat bo'ling.